aziz muallim, sen ulug' zotlarga bergaysan ta'lim. Ey aziz muallim, senga biz abadiy etdimiz ta'zim. Assalomu alaykum mo'tabar ustoz va murabbiylar. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar va maktabdoshlar. Ta'zim sizga ustoz va murabbiylar deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsiz. Ustozlar, sheyxlar bayramimizga shu fursatdan sizlarni sharafli kasblaring bilan muborakbod etamiz. Hech qachon sizlarni shijoat tark etmasin. Har doim ustozlarni eng yaxshi o'quvchilar eng yaxshi ustozlari bo'lib yurish nasib qilsin. Har doim shogirdlar dog'ida bo'laylik. Hamma kunimiz shunaqa bayramlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Hammalaringizdan bir tabriklayman. Bayramni tashkillagan ustozlarga ham, o'quvchilarga ham katta hammalarga rahmat aytib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlarni sharafli kasbingizda shunaqangi ajoyib obdonlik kun bilan tabriklaymiz. Doim sog'-salomat bo'linglar. Ilohim hamisha o'ylagan, ko'zlagan maqsadingizga yetinglar. O'quvchilar obdog'ida bo'lib yurish hamisha nasib qilsin. O'quvchilar, hurmatli ustozlar, sizlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana bayramimiz juda ham chiroyli shaklda o'tib, chiroyli bo'lib o'tdi. Buning uchun shu tadbirni tashkillagan psixologimiz Go'zal ustozga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bundan tashqari boshlang'ich sinf ustozlari Dilshoda ustozga, Shohsalim ustozga, Maftuna ustozga, Kamol ustoz hamda Akbar ustozlarga katta minnatdorchilik bildiramiz va shu bilan birgalikda mana shu davramizda, mana shu bayramimizni juda ham chiroyli o'tishiga hissasini qo'shgan o'quvchilarimizga ham katta minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Shunaqangi bayramlar hamisha bardavom bo'lsin. Endi xuddi shu shijoatni o'qishda ham ko'rsatishingizni sizlardan so'rab qolamiz. Rahmat hammalaringga. Tanqid bilan sinflarga kiraveramiz va darsga boshlaymiz.